O'shaning uchun kechalar haqida odam ko'payguncha ozgina ma'lumot berib turamiz sizlarga. Kecha bilasizlar, ko'proq yosh bolalarning organizmida o'ziga qulay sharoit yaratib oladigan yosh bolalar ko'pincha nimaga deganda tozalikka rioya qilmasliklari, turli parrandalar bilan, mushuklar, itlar bilan o'ynaydimi, qo'llarini yuvmasdan ovqatlanishi mumkin, yo bo'lmasa bir-biri bilan o'yinchoqlar almashadi, telefon almashadi. Biza masalan tez-tezgina bir-birimizga nima deydi, har bir harakatimizda qo'limizni yuvishga harakat qilamiz, lekin bolajonlarimizni har doim ham yuvish esimizdan chiqadi, yo bo'lmasa ular o'zi bilmagan holda buni olib, buni ushlab, yo bu bilan salomlashishi yo o'ynashi natijasida bir-biriga kecha yuqtiradi. Keyin shular natijasida bolalarda bir-biriga gigiyena natijasida ko'payadi. Organizmda kecha ko'paygan bolalar kechalari bilasizlar, juda ham ko'p bezovtalanadi. Ishtahasi bo'lmaydi, injiqlanadi simptomlari. Chunki organizmga singishi lozim bo'lgan moddalar ko'p qismini gijalar o'zlashtirib oladi. Shuning uchun ham bolada vitamin yetishmovchiligini natijasida ham bolada shunaqangi bezovtaliklar juda ko'p bo'ladi. O'zinglar ko'rib o'tirasizlar, avitaminaz bo'lganda bolalarda qanaqangi ili axlatini kuzatsak ham mayda gijalarni ba'zan ko'rish ham mumkin. Agar gijalarni ko'rmagan taqdirimizda ham oyda o'rtasida ko'pincha aytaman, vazelinda paxtaga anaqa qilib kichkinagina paxtachani vazelinga nima qilib qo'yib qo'ysanglar, tamponday qilib orqa anal teshigiga, bu narsa ham gijalarni chaqirib o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rishinglarga sabab bo'ladi. Bolalar organizmidagi gijalarni tushirishda bilasizlar, eng ko'p bizada qo'llaniladigan ham hammamizni sevikli, hammamiz biladiganimiz, bular oshqovoq urug'lari eng kuchli sanaladi. Oshqovoq urug'i chaqilganda uning mag'zidagi ko'kish qobig'i ayniqsa saqlanishi lozim. Bu ko'kish qobig'i juda katta effektga ega. Mag'zini maydalab idishga solinadi va ustiga asal yoki murabbo qo'shib aralashtiramiz. Bu shirinlik ham bolalarda kecha chaqirib turadi. 3-4 yoshli bolalar uchun 75 gram urug'ga 25 gram asal. Hamma eshitayotganlar uchun manfaatli, lekin qaytib tashlab bermayman. Nima edi, qanaqa edi deb o'tirmasdan yozib olsanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Yana qaytarib aytaman. Agar boshqa telefonda yozib qo'ya olinglar, yo bo'lmasa retsept berganimda ruchka daftar bilan yozib olsanglar, bitta joyda tursa ham bolalaringlar yo bo'lmasa kimdagicha bo'lsa maslahat berishinglarga ham yaxshi. 3-4 yoshli bolalar uchun 75 gram mana shu oshqovoq urug'iga 25 gram asal solinadi. 10 yoshli bolalarga 150 gram urug'iga 50 gram asal yoki murabbo qo'shish mumkin. Ushbu aralashmadan bolalarga nahorga oz-ozdan beriladi. Keyin 3 soat o'tkazib, makka sanodan tayyorlangan dablavadan 1 piyola ichirsanglar, surga ichirilgandan so'ng gijalar qanday zo'r tushishini va bolani sog'lig'i asta-sekinlik bilan tiklanishini o'zinglar guvohi bo'lasizlar. Gijalarni tushirishda bilasizlar, Ibn Sino ko'proq bo'ymadoron pejmadan foydalangan. Buning uchun o'simlik guli kukunidan quyuq damlanib, 1,5 osh qoshiq miqdorini ichirish tavsiya etiladi. Gijani tushirishda yong'oq bargi ham, sabzi urug'ining damlamalari ham samarali hisoblanadi. Odamni bezovta qiladigan bunday holatlar katta yoshdagi kishilarda ham uchraydi. Noxush kayfiyat uyg'otadi. Yana eng yomoni dardlarimizni qo'zg'atadi. Ichimizda bilmaydi yotgan qancha dardlarimiz yig'ilgan bo'lsa, gijalar shunaqa qo'zg'atib beradi. Bu gijalarni tozalamasak bo'lmaydimi deb turib olasizlar. Ana o'sha dardlarni o'zi masalan oddiy shamollashlarimiz hammada bo'ladi, zambro, bakteriya, patogen hammamizda bo'ladi. Lekin gijalar ko'paygan sari bu narsalar tanani toksinlantirib, kasalliklar qo'zg'ab beradi. Mabodo odam a'zolarida gijja bo'lsa, uning vazni kamayadi, asabiy bo'lib qoladi, toliqish bo'ladi, lanjlik kuzatiladi. Gijjalar odatda ovqat hazm qilish, nafas olish, mushak tizimlarida, shuningdek jigar, taloq, miya, qon, ko'zda hatto shu darajada ko'p ko'ryapmiz. Mabodo gijja ichakda bo'lsa, ich ketishi yoki qotishi kuzatiladi. Ko'ngil aynishi kuzatiladi. Ba'zan bemor qayt qatam qiladi. Axlat chiqish teshigi qichiydi. Agar odamda askaridalar bo'lsa, uning ishtahasi yo'qolib, ko'ngli aynaydi yoki qayt qiladi. Odatda ertalab nahorda
kechasi yoki so'lagi oqadi, ichi ketadi yoki qotadi, qorinda atrofida ham og'riqlar paydo bo'ladi, bosh og'rib, boshda gangishi, bosh aylanishi, keyin shunaqa odam jizzaga bo'lib qoladi, tirishishli tutqanoq tutishigacha olib borishi mumkin-da bu gijjalar. Odatda qilgijja deymiz, ostritsalarni, ularni asorati umuman boshqacha bo'ladi. U odamning yo'g'on va ingichka ichagida shunaqangi joylashib oladiki, ular mayda chuvalchangsimon bo'lib, uzunligi 2-12 millimetr atrofida bo'ladi. Qilgijja ko'pincha bolalarga og'iz orqali, ya'ni gigienaga rioya qilmagandan yuqadi. Urg'ochi mayda gijjalar kishining orqa teshigidan chiqib, shu joyga ko'plab tuxum qo'yadi va o'zi o'ladi. Tuxumchalar o'z navbatida tuni bilan yetiladi. Bu gijjalar bolalarni bezovta qilib, uyqusini buzadi. Shuningdek, ko'nglini aynitib, ishtaha yo'qolishiga sabab bo'ladi. Bunda bolalarning orqa teshigi, jinsiy a'zolari qichiydi. Kechqurun ko'p siyib qo'yishi mumkin. Bunday paytda tozalikka va ozodagarchilikka alohida ahamiyat berilmasa bo'lmaydi. Davo choralarini boshlash bilan bir qatorda uyni yaxshilab yig'ishtirish, pol, mebel, oyna, o'yinchoqlarni yuvish, gigienik hamma nimaiki bola o'ynashi mumkin yo bo'lmasa nima qilishi mumkin bo'lgan joylarni hammasini bir obrabotkadan o'tkazib, dezinfeksiyalab, orqa teshikni ham yaxshilab yuvib, ko'rpachalari, jildlari bo'ladimi, choyshablar bo'ladimi, kiyimlarigacha qayta issiq dazmollash lozim. Faqat gijjani tozalaymiz, bu gigiyenada qolib ketsa, o'sha lichinkalari chiqib sizlarni ko'zingizga ko'rinmaydi. Albatta, bizlarni ko'zimizga ko'rinmaydi. Bular ham yana ko'payishiga sabab bo'laveradi. Tozalatuvdim, voy, yaqinda tozalatdim deb esinglar ketib yuraveradi. Odamda askariyda qilgijalardan tashqari bir qancha lentasi, monchil, bash biz yana apparatda ko'ryapmiz. Shunaqangi qondan oziqlanadigan gijalarni turi, mana ba'zilari shirinlikka uch bo'lsa, qilib qo'ysa odamni, bilasizlar, ham bilalar, ko'paygan sari odam shirinlik tortaveradi. Kechki payt bolalar kerak bo'lsa, o'g'irlab bo'lsa ham shirinlik yemasa uxlamaydi. Undan tashqari, agar bizda askaridalar bo'lsa, qancha kattalikda, necha metr ichagimizda kattarib ketdi, o'shangini razmericha ovqat talab qiladi va kechasi ovqat bermasa, ovqatlanmasa umuman uxlolmaydi. Shu darajada qorin tatalab ketadi, lekin birortasi tanaga yo'q bo'lmaydi. Energiya bo'lmaydi, faqat o'sha ochopatlarni to'ldirish bilan to'yganimizni bilmasdan yuraveramiz. O'sha insonlarga e'tibor bersanglar, ozg'indan kelgan qiltiriqroq, rangpar mana shunaqa insonlarda aynan askaridalar uzayib ketgan. Er-xotin bir juft yashaydi, bilasizlar, lekin chiqargan lichinkasi har qanday oilamizda nechta a'zo bo'lsa, hammasiga ham yuqishi mumkin, gigienaga rioya qilmasak. Xullas, bu paytda avvalambor tozalikka rioya qilish dedi, qo'lni yaxshilab yuvish, oziq-ovqatlar, idish-tovoqlarning toza bo'lishi gijja yana paydo bo'lib ko'payishining oldini oladi. Uy sharoitida gijjalarni tushirish uchun qovoq urug'ini aytdik. 300 gram urug' po'stloqlaridan ajratilib, mag'iz atrofida ko'kimtir parda saqlangan bo'lishi kerak. Havonchada yanchamiz. Yanchish jarayonida 10-15 tomchidan suv qo'shib turiladi. Suv miqdori 60 grammdan oshmasligi kerak. Shirinroq bo'lishi uchun bir osh qoshiq asal yoki murabbo qo'shishimiz mumkin. Tayyor aralashmadan har kuni nahorga bir osh qoshiqdan yeyish tavsiya etiladi. 3 soatdan so'ng bemorga surgi dori beramiz. Kattalar uchun 300 gram, 10-12 yoshli bolalar uchun 140 gram, 3-4 yoshli bolalar uchun 75 gram, 2-3 yoshli bolalar uchun 30-50 gram qovoq mag'izli aralashma yeyish tavsiya qilinadi. Mazkur amaldan foydalangandan keyin albatta huqna klizma deymiz. Klizma qilinishi shart. Keyin sarimsoq solib qaynatilgan sutdan ham ichish yoki sarimsoq ponachalarini bo'lakchalarga bo'lib birin-ketin yutib turish ham gijjalarni yo'qotishi mumkin. O'rtacha kattalikdagi bir bosh piyozni maydalab to'g'rab, ustiga 1 stakan qaynoq suv quyiladi va 12 soatga qoldiriladi. Suzib olingach, yarim stakandan kuniga 2 mahal 2-4 kungacha yo 5 kungacha davomida ichiriladi. 2 osh qoshiq sariq bosh pijma deymiz-ku. Gulsavatchasining ustiga 2 stakan qaynatib sovutilgan suv quyiladi. Og'zi berkitilib 4 soatga qoldiriladi. Suzib olingach, yarim stakandan kuniga 2-3 mahal ovqatlanishda 20 daqiqa oldin ichiladi.
1 osh qoshiq maydalangan irmon giyohining ustiga achchiq shuvoq 2 stakan qaynoq suv quyib damlanadi. Damlamadan kuniga 3 mahal ovqatlanishdan yarim soat oldin ichib turiladi. Irmon bilan sarimsoq damlamasdan qilgichga qarshi klizma ham qilish mumkin. 1 stakan maydalangan sariq bosh urug'i, o'sha anaqa nima edi? Pijma va 2 dona o'rtacha kattalikdagi sarimsoq qiymasi 2 stakan sut bilan idishda 10 daqiqa qaynatiladi. Suzib olingach, iliqligicha klizma huqna qilinadi. Bunday amal qilgichani yo'qotishga yordam beradi. Muolaja bir necha kun davom ettiriladi. Lekin bu bilan askaridalarni yo'qotolmamizda yo bo'lmasa lambilalarni yo'qotolmamizda deb yurmanglar. Bizda maxsus detoks giyohimizni 16-17 xil giyohdan tayyorlanadiki, har bir gijjaning o'zining kuchi yetadigan doza bor, o'zining kuchi yetadigan vaqt bor. O'zining kuchi yetadigan qon bo'yicha sirkulyatsiya qilib, u o't qopidami, u oshqozon osti bezini egallab olganmi, u yuragimizdami, ayniqsa o'pkalarda, bosh miyada ko'pligini shunaqa ko'p ko'ryapmiz. Bosh miyada gijjalar, viruslar shu darajada ko'p hozir. Ishoninglar, ko'zlarda shu darajada ko'p. Men shu tavsiyalarni qildim, tushmabdi, ta'sir qilmabdi deb yurmanglar. Qon orqali 4 oy 10 kunda bilasizlar, iddaoyini bekorga nimada hadislarda keltirilmagan. Bitta tanaga zaharlanish kirib chiqib ketguncha 4 oy 10 kun o'tadi. Mikrosirkulyatsiya qon aylanish tizimi orqali borib giyohning achchiqligi bilan yo bo'lmasa o'sha ta'siri antigelmentarniy ta'siri natijaga bo'lguncha va qaytib qon orqali chiqib ketguncha har bir hozir tabiblar har bir muolajani kitoblarda 4 oy belgilagani bejizga emas, 4 oy ham davom ettirilishi mumkin. O'shaning uchun gijjalarda turi, qanaqa xilda, necha foizda turibdi, qayerlarimizda, qaysi a'zolarimizda joylashgan, tochma-toch bizani apparatimiz tekshirib berayotgani uchun hali birorta tekshirtirgan odam nima deydi, afsuslanmagan, arzimas 150 mingga bu narsalarni to'g'ri diagnoz asosida to'g'ri davolash tashkillashtirilgan bo'lganligi uchun ko'pincha men bahorchiqqa ham arzon qo'yilganligi uchun hammaga tavsiya qilaman. Kelganlar armonda, kelmaganlar darmonda deganday. Endi savollarga o'tamiz. Hamma yig'ilguncha ozgina gijjalar haqida tushuncha beray dedim. Assalomu alaykum. 3 oylik yozgi ta'tilda ham o'quv kursi tashkillashtirib bering iltimos. Inshaalloh bu safar mart oyidagacha bu kursimiz 40 tadan oshiq odam o'qiyotgan bo'lsa, bu kursimiz yakunlangandan keyin o'zimni maxsus kitobimni chiqarish niyatidaman. Ayniqsa shifokor tabiba bo'lish uchun 7 yil o'qish shart emas degan anaqada nima demoqchimanki, tabobatni qaysi tartibda qanaqangi oson diagnoz qo'yib, kuchli o'qigan odamlar uchunda qanaqangi oson tartibda diagnoz qo'yib, otangga bor, onangga bor, ming xil apparatda o'tgandan ko'ra Abu Ali ibn Sino metodida mana shu peshobimiz bormi? Qonimiz bormi? Tomir urishi bormi? Ko'z, yuz, til, tirnoq, qo'l kafti bo'ladimi? Hamma qo'lning hatto tashqi tarafi boshqa diagnoz bersa, qo'l kaftining ichki tarafi boshqa diagnoz beradi. Xuddi shunday to'g'ri tashxisni qo'yib va unga to'g'ri mizojga mos muolaja turlarini, har bir kasallikni oson va tez, sodda, lo'nda tilda tushunib, kam vaqtda tabiba bo'lish sir asrorlarida voqif qilish uchun martgacha boshqa o'qitish niyatim yo'q. Inshaalloh yana ham bilmayman. Tayyor kursimni maoshni arzonroq berishi mumkin. Undan keyin martda bir tugatsak, yozgi kanikulda ham xudo xolasa inshaalloh qilamiz. Duo qilib turinglar. Alloh vaqtimizga baraka bersin. Assalomu alaykum, xayrli kech. Men asalga nima qo'shilishini bilmay qoldim. Bilganlar yozib yuboringlar. O'shaning uchun ham vaqtida hamma anaqa ashyolaringlarni tayyorlab turinglar deyman. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qovoq urug'ini maydalanganim. Assalomu alaykum. Bemalol nimani ochib, mikrofonni ochib savol berishinglar mumkin. 1 soat mobaynida men sizlarga qulab to'rasan hozir. Mamnun qilib 1 soat mobaynida sizlarning savolinglarga javob beraman deb va'da berdim. 1 soatdan oshira olmayman faqat. Bemalol savolingiz bo'lsa. Va alaykum assalom. Rahmat, o'zga yaxshimisiz? Rahmat.
Alloh manfaatli qilsin. Bergan ilmlaringiz rahmat. Kattakon maza qilib eshitdik. Alloh rozi Gulbahor opa, savolim bor edi. 15 yosh o'g'lim borda, man o'tgan yil tekshirtirganimda askarida bilan lamblez chiquvdi qonidan, axlatidan. Unga tabletkali nimalar qilishdi, dorilar yozib berishdi. Vro'd ichirgandek bo'ldim. Keyin asror degan joyi tavsiya qilishdi. O'sha yerga borib klizma qildirdim, nima qildim, lekin aniq tiniqgacha tushganini ko'rmadim. To'g'risi 3 kun 4 kun dieta ovqat yedi, 3 kun 4 kun klizmaga bordik. Aniq tiniq askariyda tushganini ko'rmadim. Uzuncha anaqa bo'ladi-ku, tushmadi. Lekin bitta narsa nima qilib, xuddi aytganingizdek kechqurun shirinligiga o'ch, shirinlik yegisi kelaveradi, tortadi shirinligiga, mana shunaqada. Lekin bitta narsaga men qiynalaman, ko'p balg'am keladi. Mana shu bunaqasiga og'ziga ko'p balg'am keladi. Постоянно keladi. hozir aytdim-ku, tildan suvlar oqadi deb. Suvlarga oqib qolishlar, bular simptomatikasida. Anaqa shirinlik tortyaptimi, ham bular juda ham shirinlik qo'l bo'ladi. Keyin o't qopini aynan yo'lini egallab olgancha o't qopi zagib, o't qopi ishlamayapti. Ana undan keyin yog'li taom tortmaydi bola, yemaydi yog'li taomni umuman. Chunki yog'ni parchalab berish uchun o't qopidan o'sha o'zimizni tabiiy sapromiz oqib turishi kerak. Buni natijasida o't qopi ishlamay yotadi va jigarda o'zi toksinlarni filtrlab bera olmaydi qonda va jigarda o'zi toksinlari vaqt davomida birinchi oqroq bo'lib turadi, yuzlarida ozgina temiratkaga o'xshagan birinchi oqlar paydo bo'ladi. Unga ahamiyat bermaymiz, keyin temiratkaga aylanadi. Undan keyin ketadi u bilan ekzema, boshqa psoriaz, vitiligogacha. Mana shular nimadan paydo bo'ldi, nima qilay deb turishadi. Ichdan tozalash kerak, tozalamasa iloji yo'q. Ustidan surib qo'yilgan narsa hech qaysi ishlamaydi, vaqtincha hammasi. Sizni unaqangizda Gulbahor shifoda anaqa bo'ladi. Klizma bilan davolaysizlar, xudo xolasa bormoqchi edim. Qarang, 3 kunda hech qachon o't qopida turgan lambalarni tushirishning iloji yo'q. Men masalan oy to'lim paytda bo'lsa 7 kunda inshaalloh vaqtida etganlarimiz qilsalaringiz 7 kunda bolalarda tushish oson deyman. Chunki 7 kunda tajribamizda zo'r oson va kompleks yotganlar uchun natijali tushirib bera olganmizda. Yotmaganlar endi uyda narsa yedirib qo'ysa, tiqilmay yana shirinlik bir balolar yedirib, giyoh yaxshi ishlamasa biz javob bera olmaymiz unga. Xullas, 7 kunda tushirish mumkin, lekin bolalar o'shanda ham sport bilan sakrab, boshqa qilib. Men 3 kunlik tozalov degan joylarni hammasini bilmayman. Yana ham Alloh rozi bo'lsin, yana birovda aniq qilish noto'g'ri narsa, lekin hech ham 3 kunda 3 kunda qanday ta'sir qilishi mumkin? Ichakda turganlar haqiqatan ham mayli ta'sir qilishi mumkin. Yo'g'on ichak aynan axlatxona, gijalarni joy, ingichkachak ham. To'g'ri ichakda ham. Lekin o't qopidagini 3 kunda qanday tushira olasiz? Men aqlim yetmaydi, bilmayman. Men qo'shila olmayman u narsaga. Narsa deya olmayman. Shuning uchun katta odamlarda kerak bo'lsa yillab tozala olmagan kunlarimiz bor. Buni обязательно hammasini tozalash kerak deganimiz, gijalar masalan ba'zilari tanada yaxshilikka ham, o'sha ovqatlarning parchalanishiga ham xizmat qiladi, achituvchi, bichg'ituvchi ta'siri ham bor. Lekin o'ta ko'payib ketib, ayniqsa qondan oziqlanadigani ko'payib ketganidan keyin holsizlik, boshingiz g'um bo'lib turib, ham bo'lib turadi, davlina tushib ketaveradi, doimo boshingiz og'rigan, lanch bo'lasiz, behol bo'lasiz. Bu qondan oziqlanadigan. Xuddi qon tomirlarida, chaka qon tomirimi, ko'z qon tomirimi, farqi yo'q, yurak qon tomirimi, hammasida xuddi zulukka o'xshab qoningizdan oziqlanayotganlar ko'payib ketgandan keyin qachon bo'lsangiz trombositlar miqdori kamayib ketib, istishligini topisha olmaydi, leykozga, oqqon rakigacha olib boradigan bu narsalar, masalan, gematologiya institutidagilarni shunday tekshirib ko'rsanglar, hammasi qondan oziqlanadigan gijalar ko'payib ketganidan, nima deydi, qon quyi yotibdi litrlab, lekin uni istishligini yo'qotishda hech kim xayoliga kelayotgani yo'q. O'shaning uchun masalan hamma gijani ham oxiriga yetib bo'lmaydi, lekin tanani zaharlamaydigan va immunitet, o'zimizni защитный quvvatimiz kuchi yetsa, hech narsa qila olmaydi bular. O'sha eng yomon o'sha qonni zaharlab, temiratga, psoriaz, ekzema, dermatit, xullas teri qon zaharlangandan keyin teri ustigacha kelishga necha yil o'tgan bo'ladi arada masalanda. O'shaning uchun avvalo ichdan tozalamasa, tashqaridan qilingan hamma narsa behuda bo'layotibdi. Bo'ldi. Boshqa
Yana bemalol o'ziz qayerda turibdi, necha foizda turibdi, qaysi asosida joylashib olgan va nima turi turibdi, hammasini ko'rib, vitaminlar qanaqa so'rilyapti, yo'q, yo bo'lmasa qon tomirlarda qon aylanishi qanaqa, hammani ko'rsatib beradi. Shoning 47 ta a'zoni nimaiki endi boshlanishi mumkin bo'lgan patologiyagacha. Kelgan qo'limiz bilan shunaqangi o'sha 150 ming masalan apparat bo'lsa 150 ming mana nima doktor ko'rigi bo'lsa, ishoning tanangizda qayerda tuz bor, qayerda qon aylanmay yotibdi, qaysi meridianda sinergiya aylanmay yotibdi, hammasini umurtqa oyog'ida bug'imi bug'im, bo'yinni anaqalasi bormi, skoliozis bormi, boshqa osteoxondroz hammasini tekshirib 100%lik nima deydi, tashxis qo'yib berishga harakat qilamiz. Palon million qilib qo'yganimiz qilmaganmiz, biza maqtab bizaga yot demaymiz, lekin bir kun kecha yotgan shunday jizzaki bo'lib qolgan, o'zini askarida yotgani 100% da yaqin o'rtog'im bo'lmasa-da anaqa bolalarni keldi, shunday asabiy bo'lib charchab qolgan, bolalarni siltab tashlayapti-da. Keyin men aytibman-da, hamma muammo o'zingda jon, anaqa o'zingga qarab olgin deb. Keyin o'zi yozilmaganida, lekin o'zini ham o'tkazib qo'ydim. Ikkita bolani, bittasi askarida, bittasi birini ko'rdim-da. Ota-onadan kelgan bo'lishi ham mumkin. Chunki o'zidagi jizzakilik, bu charchoq, bu lanjlik, bu behollik, avitaminnoz, lablar oqargan, o'zi jizzaki bo'lib qolgan, o'zida ham anaqa askarida yotibdi. Ana o'shani tirdidim, men o'zim mayli anaqa qilib qo'yaman dedim. Shu bilan 3-4 soat lechinamizni oldi, charaqlab ochilib o'ziga kelib bittada anaqa qilyapti-da, gruppangiz menga anaqasini tashlab yuboring, iltimos bitta oddiy yozib yuboring, vashi bir kunda shunaqa oyoqqa turaman deb o'ylamagandim, deyapti-da. Shuning uchun biza masalan, men o'zim ham kechaga yoqda ichaman, voy nima ishlab vaqtim bo'lmayapti, kasal ko'rikdan boshqadan o'zim ham kirib muolaja olganim masalanda, ichyapman. Orqa umurtqadagi tuz cho'kmalarining ko'payib ketganidan umurtqalar aro diskdan nerv qon tomirlar mikrosirkulyatsiya aylanib borib ichaklaringizni обеспечить qiladi va so'rilishiga yordam beradi. Masalan, buyrakda, buyrak usti bezini, oshqozon osti bezini, jigarda teparoqqa chiqarsak, o'pka, yurak, xullas bular hammasi umurtqadan oladimi qon tomir nervlarni. O'sha yerda ichida anaqa kirib muolaja olib umurtqamni ochib yormasimdan hech qachon menda so'rilmadi. Nimaga o'zi sizlar tez ta'sir qilyapti, tualetga chopasizlar, mana nimaga ta'sir qilmayapti deb dozasini ko'tarib ishtimam ta'sir qilmadi. Ana undan keyin kompleks ishlashni yo'lga qo'yganimdan keyin bittada ta'sir qilib, shunaqangi bir oyda zo'r natijaga erishdim-da tozalov bo'yicha. Aytganim, har birini kompleks qilish kerak. Men kecha o'rtog'imga aytdim, masalan, men seni 1 million, 1,5 million, 700, 800 qilib tashlagan bo'lsam ekan, o'zimni maqtasam yo Bahor Shifoni maqtasam, arzimas 390-450 mingga ishlanayotgan narsani boshqa joydan отдельный hisoblatib ko'rsang 1,5 million bo'lib ketadi bu muolajalar. Lekin biz shu darajada xalqqa arzon qilib qo'yibmiz dedim. Haqiqatdan mazza qilib ketdi. O'zim reklama qilgan bo'lib qoldim, savollarga javob beraman dedim. Xullas, yo'qsa o'zlariga qatnab olsa ham bo'ladi. O'zlariga manfaatli, qatnamasa uy sharoitida qilamiz deyshadi. Bemalol deyman, juda ko'pchilik o'xshat olmay tashab qo'yadi. Chunki hali mehmon boradi, hali mehmonga keladi. Tiqib yegandan keyin qanday giyoh ishlasin? Ichaklar birpas toza turishi kerak giyoh ishlab so'rilishi uchun ham. Kechalarga ta'sir qilishi uchun ham. O'shaning uchun hamma ovqatlarimizgacha dietический ham kaloriyali, vitaminga boy, immunitetni ko'taradigan, ham deganda isituvchi, ham bu yoqdan hamma isituvchi gijalar sovuqlikni yomon ko'radi. Ana issiqlikni yomon ko'radi. Qayerda shamollash bor, zamburug'lar, bakteriyalar ko'payganda gijalar o'sha joyda inqirib oladi. Shuning uchun ham kompleks isituvchi, ishlovchi hamma ichirish issiq giyohlar, asaliy choylar bilan, majunlar bilan hamma immunitetni quvvatni ko'targan holda isituvchi hammaga anaqani klizmalar bilan berganimizda natija vobshe bomba bo'lyapti. To'g'risi hali xursand bo'lmagan odam yo'q. Shuning uchun o'zingizlarga manfaatli palon million qilib tashlagan hech kimning anaqasi yo'q. Shu olib kelsangiz ko'rasiz o'zingiz. Sog' bo'ling. Rahmat, assalom. Panoh kasalligini. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Tuzimisiz Gulbahor opa? Rahmat, assalom. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Allohga shukr, rahmat. Gulbahor opa, bitta savolimni gruppaga yozib qo'ydim-da. Hozir eng zarur savolim, xudo xolisa yoningizga yetib borgunimizgacha
6 yoshli o'g'lim bor. Tug'ilganidan beri og'zida nafas oladi, burnida nafas ololmaydi. Qiladida. Ozgincha burnida nafas olib, keyin og'zida oladi yana. Qarang, onasida burnida yo adenoidi yo bo'lmasa polipi bormidi burnida? Onasida burni qanaqa edi? O'zimda yoshligimda oldirganman adenoidimni. Adenoidni oldirasizlar, lekin istoshniki turaveradida. O'sha sohadagi zamburug'lar bo'ladimi, anaqalar bo'ladimi, hammasi turaveradi, bakteriyalar, patogibakteriyalar. Ikkita bolam katta, ikkita bolalarimni yoshligida oldirganman-da. Hozir ham lekin mana bunaqa burnini siqib qo'yishadi. Nima burningni siqyapsan? Xunuk odat desam, qulog'im bitib qolyapti, shang'illab. Shu burnimni bundoq siqib qo'ysam, keyin qulog'im ochiladi deydi-da. Ana o'sha tomoq, burun, tomoq, quloq hammasi lor organ hisoblanadi. Bitta teshik orqali bir-biriga u yerda gijjalar bo'ladimi, u yerda zamburug'lar bo'ladimi, u yerda yallig'lanish, yiringlar holatlar bo'ladimi, hammasi nazla oqqan bo'ladimi bosh miyamizdan, hammasi bir-biriga o'tadi. Bir-biriga lor organ, quloqdagi zamburug'lar, burundagi zamburug'lar, tomoqda ham bo'lganligi uchun birdaniga tomoq og'risa burnimizda mana shunaqangi hamma shamollash, tumoq, yallig'lanish bittada qo'zg'aydi. Haq rost, uchalasi bitta teshik orqali bir-biriga ulangan. Endi aytayotganim, adenoidni ming oldiring, uni istoshnigi turibdimi, 3-4 yildan keyin yo bo'lmasa ko'proq shamollatib o'rsangiz 1-2 yildan keyin ham paydo bo'laveradi. O'shancha oldirish degan narsadan ko'ra, men adenoidga haqiqatdan natija bo'lgan holatlarni o'zimiz sinab ko'rdik. O'sha birgina zaytun yog'i bilan chesnok suvini aralashtirib qo'yganimiz ham juda zo'r natija berdi. Bola qancha yosh bo'lsa, shuncha tez effekti bo'ladi. Bo'lmasa lavlagi suviga lavlagi suvini sokini olib, asal bilan birgalikda vadinoy baniya qilganday qilib, unga ozgina chesnok 3-4 tomchi chesnok qo'yib, uni ham 1 oy qo'ysangiz muntazam, bir qilib tashlab qo'ysangiz yaxshi bo'lmaydi. 1 oy qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. O'sha polip o'syaptimi, yo'lida bitish bormi, yiringli yallig'lanishga olib keladigan simptomlarni keltirib chiqaradigan mana bu zamburug'lar bormi, kandidozlar bo'ladimi, hammasi. Hamma viruslar o'lib va istoshnigi yo'qoladi va anaqalar. Keyin bizada gaymarlik chekchasi bor. Bola 6 yoshgacha baribir unga chidolmaydi. Lekin kattalar uchun shu darajada natijasi zo'r. Qo'llaganlar rahmat aytib quchoqlab butun urug'iga yana olib yurayotibdi. 200 mingga ana 3 millionlik, 8 millionlik operatsiyalardan qutulasizlar-da. Arzimas 200 mingga. 200 ming turadi. Butun g'ovaksimon to'qimani meningit bo'ladigan darajaga kelib qolgan og'riqlarigacha, og'riqqa keltirib chiqargan o'sha yallig'lanishlarigacha surib olib beradi, quloqqacha tozalab beradi. Bizninglar shifo Allohdan, xullas 200 mingdan qizg'anmasdan chaqirtirsanglar, o'zingizlar hayratlanasizlar. Yana savollar bo'lsa, Gulbahor o'zingizni yoningizga boraveringlar, unaqada. Bemalol, mana hozirgina hamma dannilar tashandi. Kimga yozdiraman deb o'tirmanglar. O'sha yerda 33liklar bor, 77lik qaysi telefonga yozdirsanglar yozdiraveringlar. Oilaviy borish niyatimiz bor. O'shada mana shanba kuni ham shunchalar odam ko'payib baradagi bo'lib ketgan. Rus karislar davolanib yuribdi, ular urug'aymoq bilan yozib qo'ysa, bitta qizga aytgan, u ruschani yaxshi gaplashganga, unisi yozgan, bu qiz bilmay qolgan. Shu bilan endi zo'rg'a tinchlantirib odamlarni ikkinchi apparatimizni ham tepadan pastga olib tushib turib yordam berib yubordik tezlatishga. Chunki 35, 40, 50 minut, hatto 1 soatgacha bir odamni tekshiriladi, u yerda ochirib kutib qolinadi. Shuncha yozilib kelinglar, iltimos, o'zingizlar jahlinglar chiqmaydi, o'zingizlar anaqa bir xil odam kutib qo'ysa ensasi qotadi, nervi buziladi. Axir bemor odam bilasizlar, bemorligi baribir ham anaqa. O'shancha yozilib kelinglar deymiz doim. Kutib qolmasdan, hamma o'zini vaqtida kelar. Borguncha uzr zaytun yog'i bilan o'sha aytayotgan chesnogingizni chesnok suvidan quyuring. Mana achchiq bo'lib ketmaydi. Birga 3 miqdorda qilsangiz, bir tomchi masalan chesnok suvini 3 tomchi zaytun yog'i bilan qilasiz. Shunda yo bo'lmasa 1 choy qoshiq bunga 3 choy qoshiq undan qo'shasiz. Shu bilan vaqtida 2 tomchidan kuniga 3 mahal qilib tursangiz, ozgina achishtiradi. Hech qisi yo'q, mikroblarni zo'r tozalaydi. Qilavering. Gulbahor opa qiziq joyichi, buni yoshligidan beri mana hozir 6 yosh bo'lman.
burni oqmaydi, qoqsa ham burnidan hech narsa tushmaydi. O'zizdagi anaqalar mana onanichi bunga qatdan keldi endokrinologiyaga bo'lmasa anaqa gormonalniy narusheniya o'ratdi. Ishoning, sizda nima bo'lsa sog' jigaringizdan sog' jigarni olasiz, sog' oshqozoningizdan sog' oshqozonni olasiz. Kasal prostata bezlardan kasal prostata bezli o'g'il bolalar tug'ilyapti. Hamma narsani istoshligi ota-onani o'zidan mikroblar o'tib kelganini guvohi bo'lyapmiz-da. Bolada immunitet zo'r bo'lsa hech qachon bilinmaydi. Hammasi ham bo'ladi degani emas har bir kasallik. Bola baquvvat, bolani immuniteti zo'r, yo bo'lmasa zo'r ovqatlanadi, sportga zo'r boradi, bularda bo'ladi degani emas. Lekin agar bolada immunitet sisaydimi, ota-onadagi o'tgan kasallik bittada bo'y ko'rsatadi simptomlarini. Keyin tutqanoq kasalligi davolasa bo'ladimi deb so'rabdilar. Endi bu tutqanoq kasalligining o'zi aslida istoshligi nimadanligini ko'rishimiz kerak. Masalan, u yerda viruslar bormi, boshda gijay yotibdimi, yo nerv yo'llari shamollash tufayli nerv impulslari yopilib qoldimi, bu nimadan, yo bo'lmasa genetikami, bu ota-onadan o'tganmi, yo urug'ida bormi, bularni hammasini oldini surishtirib bilamiz bizlar nimadan kelib chiqqan. O'zi istoshligi nima bo'lib turibdi bu tutqanoq kasalligini. Yo bo'lmasa bolada travma bo'ldimi? Hammasini bilishimiz. Kimnidir telefon ochib qo'ygan. Iltimos yopib qo'yinglar anaqa mikrofonda. Silola Mahkamova. Слушайте yozilganda ozman bossam chiqib ketib qolasiz. O'shaning uchun o'zingiz o'chirib qo'ying. Xullas tutqanoqqa ham ozgina anaqa berayotgandim, tushuncha berayotgandim. Xullas keltirib chiqargan asl istoshnigini topishimiz kerak-da. Masalan, asosan genetikadan ham bo'lishi mumkin, boshdagi gijjalardan, viruslardan, zamburug'lardan, yo bo'lmasa o'sha doimiy ravishda bolani bolaligida qattiq qo'rqitishlar, travmalar, yiqilib tushishlar, bu nimadanligini istoshnigini avvalo aytishingiz kerak. Bolani necha yoshligini aytishingiz kerak. Autizm kasalligidan urug'ida yo'qmi, bormi, hammasini aytishingiz kerak-da. Asab tizimida noxush qo'zg'alishlar, masalan, hazm a'zolaridan ham bo'lishi mumkin. Oshqozonni to'liq to'ydirib ovqatlanishlar, oshqozon hazm bo'lmasdan yotib olishlar, oshqozon yarasi, yurak xastaliklari, uyqusizlik, bosh og'rig'i, falajliklar, bular hammasi ham tutqanoq hosil qilishi mumkin bo'lgan. Ayniqsa bezovtaliklar, hayajon, qo'rquv, asab tolalarining juda ham kuchli ta'sirlanishlari, bular hammasi ham o'sha asab buzarliklar bari tutqanoqqa sabab bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun asl istoshnigini avval ko'rmasdan sizga hech narsa deya olmaymiz, lekin davosi yo'q ham deya olmayman. Allohga hammasi oson. Lekin sababini topmasdan men hech narsa deya olmayman. Sababini topishning bor chorasini haqiqatan soatli vaqtim ketsa ham ko'rganman. Assalomu alaykum, 36 soat to'satdan boshlayman. Assalomu alaykum, opa bormoqchimizga ham mana yozdim, hozirgi savolga javob berdim. Gulbahor opa, mana 10 nevaramda liambliyoz chiqdi, sarimsoqli, oshqo'g'il muolaja qilindi, lekin bo'ynining orqasidan no'xatda oqishgacha belgisi ketmadi. Teri o'z rangiga qaytish uchun teriga surtadigan nimadir hozirmi? Qora sidana yog'idan suravering. Qora sidana yog'iga ozgina chesnok ham 2-3 tomchi qo'shib sursangiz bo'ladi. Keyin achchiq shu vaqtda vazelinga qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Cheridalar bilan yuvib damlama qilib orqasidan qilsangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Gribami nima bilan davolaysiz? Gribami nima bilan davolaysiz? Kelsangiz bilasiz, xullas bitta griba degani zamburug'larni aytyapsizmi? O'shalarni hammasi bitta bizaga anaqa bilan kelishadi, shikoyat bilan kelishadi. Buni keltirib chiqargan o'nlab istoshnigi ochilsa, yo bo'lmasa o'zlari aytaymanki, esiga tushib qolishadi. Voy, u yerim ham og'rirdi, bu yerim ham og'ridi. Butun tanani sog'aytirishga meridian tochkalar bilan ishlaymiz va meridian tochkalar bilan shifo ulashganda butun tanada birorta asorat qoldirmasdan bitta kasallik bilan kelsa, o'nlab kasallikni ko'tarib yurgani o'zlari amin bo'lishadi. Men bu yerda bunaqa sezilarmidi desam, ha deyishadi. Men bu yerda og'riydimi desam, ha deyishadi. Biz hammasiga birato'la davo chorasini kompleks qilamiz. Xavotir olmasdan aniq qilaveringlar.
murojaat qilaveringlar. Hijoma qaysi mizojga mumkin emas? Hijoma yosh bolalarda 18 yoshgacha, 16 yoshgacha masalan men tavsiya qilmayman va keksalarda. Keksalar bilasizlar mizoji savdo mizoj bo'ladi, ya'ni sovuq quruqlik bo'ladi. Yerga yetilayotganda xuddi zax yerda tasavvur qilinglar, savdo mizojlilarga, qarilarga mumkin emas. Asosan safro va qon mizojlarda ko'proq hijoma qilsa bo'ladi, lekin bularni ham masalan A vitaminoz bo'lishi mumkin-ku, juda ham qon kamligi boshqasi. Safrosi oshib yotadi nimadan? Jigar filtrlab bera olmayotgandan, yo bo'lmasa o't qopi ishlamayotgandan. Lekin tanada qaysi holat bo'lishiga qarab, men bu ichda o'zi shunaqangi jigarda o'zida ham qondan oziqlanadigan gijalar ko'payib ketgan bo'ladi, A vitaminoz bo'layotgan bo'lsa, albatta oldin uni istoshnigini tuzatmasdan hijoma tavsiya qilmayman masalan men. Sunnatga muvofiq oyda oqqanda ko'proq tavsiya qilamiz. Oyda qachon zuluk hijomalarga men murojaat qilaman. O'sha srochni yordam beradigan o'sgan polip simon kistalari yo bo'lmasa anaqalari bo'ladimi? Suyaklarida birorta og'riqli anaqalar bo'ladimi? O'shalarda tezgina davolashga anaqa qilamiz, foydalanamiz. Oyda qaysi kuni bo'lishidan qat'iy nazar. 5 yosh qizimda boshida gribok bor, nima qilsa bo'ladi? Assalomu alaykum ustoz, homilador ayollarda vitamin. Bir atola 2 talab savol berganlar. Boshlaridagi gribok o'sha boshlarining qaysi gija tufayli yo qaysi virus tufayli, qaysi anaqa tufayli yallig'lanayotgan, soch to'kilishi bormi, kalliklar bormi, ularni yozmagansiz. Xullas ko'rmasdan biror narsa deb bo'lmaydi. Homilador ayollarda vitaminga boy homiladorlarda birinchi asosan qaysi oyga qaraydi. 5 oygacha masalan bemalol oshqozoni 3dan 1da ishni qotirmaydigan, latiflashtiruvchi deb keltirilgan ovqatlar, bular tez hazm bo'luvchi ovqatlar. Tez hazm bo'luvchi ovqatlarda oz miqdorda tez yeyish homiladorga juda ham yaxshi yordam beradi. Bu mana men bu nimani surmaydigan qizil nimalardan eng yaxshisi vitaminga boy shiponik. Bu ham qonni tozalashga ham vitamin darmondori sifatida ham ichirishga, faqat me'yorini oshiravermanglar. Sog'ligim oshib ketdi yo boshqa bu sizlarga kompot emas, ertalabdan kechgacha ichayotadigan. Bir osh qoshiqini 200 mg ga damlab, bir kunda 3 mahalga bo'lib ichsanglar bo'ladigan, sog'likni oshirmaydigan darajada. Masalan, qish keldimi, zanjabil bilan qo'shib ichish kerak. Qish keldimi, romashka bilan qo'shib ichish kerak homilador. O'sha romashkalarda ham kerak bo'lsa vitaminlarga boy, ham qizdiruvchi, tanani qancha oshqozon kasalliklariga davo, tanani tozalashga qancha hissasi qo'shiladi, bular bilan qo'shib ichish kerak. Chunki sog'likni oshirib tashlamaslik uchun sog'likni ziddi issiqlik ham qo'shish kerak birga bir porsiyada. Xuddi shunaqangi asal juda ham kerak homiladorga. Mana men bu nimalar olma sabzi deysizlarmi? Limon ertalabki suvda asal choy bilan ichish kerakmi? Yo bo'lmasa vitamin, askarbinka vitamin обязательно kirish kerak homiladorga. Qancha askarbinkaga boy mevalarimiz bor, hammasidan foydalaninglar. C vitaminda sariq mevalarni ko'rdinglarmi? C vitaminga boy. Qizil mevalarni ko'rdilaringmi? Qonni ko'paytiruvchi. Rangiga qarab tanlab olaveringlar. Tiqilib ketgan har biri haqida o'tgan safarlar bittalab sufunin tabotibotda o'tganimda ham makro mikro elementlarga boy hamma mahsulotlarni berganman. Ular shunda anaqadan kirib, mediadan kirib, audio zapislar yo bo'lmasa darsliklarimga kirsanglar ham o'qib olasizlar, xudo xolasa. Gulbahor opa, yaxshimisiz? Zaytun yog'i bilan chesnak suvini burundagi allergiya ham qo'llasa bo'ladimi? Anaqa 38 burunlari suv bo'laveradi. Doktorga ko'rinsalar, burun suyagi qaychiq deb operatsiya qildirsa, oradan biroz vaqt o'tib, yana shu holat takrorlanadi. Ko'rinsa allergiyadan debdi. Shuni allergishni, ya'ni allergiyaga moyil aspergillus yo bo'lmasa mukormukida mana shunaqangi gribi zamburug'lar burun yo'llarida ko'payib ketganligi uchun ham hali changga, hali do'q hidiga, hali birov
maskaga hali birov unga bunga xullas hali kuzgi sezonda, bahorgi sezonda allergiya o'zini bo'y ko'rsatadi. Allergenlarni avvalo davolash kerak. Albatta qaysidir ma'noda nima chesnok, piyoz suvlaridan foydalansa bo'ladi. Mikroblarni, zamburug'larni o'ldiruvchi xususiyati, antibiotiklik xususiyati eng zo'rlar o'zi shular. Faqat achishtirib, kuydirib, shilliq qavatlar yallig'lantirib qo'ymasligi uchun qaysidir yog' bilan qo'llagan, ayniqsa zaytun yog'i bilan qo'llagan yaxshi. Qo'llab ko'ravering. Zamburug'lardan tozalanish kerak. Tozalovni o'zingiz qanaqa qildingiz? Xuddi shunaqa 3 oy mobaynida 1 oy ichib 10 kundan hisobida detoks giyohlarimizdan olsalar bo'ladi, yo bo'lmasa o'sha boyagida aytganimizdek achchiq shuvoq bo'ladimi, chistatil bo'ladimi, romashkalar bo'ladimi, qaysidan mizojiga moslab tozalov qilib yursalar, organizm tozalab, zamburug'lardan, mikroblardan tozalangan sari, immunitetlarini quvvatlantirganlari sari, xudo xolisa, Allohga oson amasi. Assalomu alaykum ustozim. Migrenga nima dori qilish mumkin? Yosh 35 yosh, ayol kishi, 4 ta farzandi bor. Migrenda o'sha aynan zatilishli qism, ensa bosh qo'shilish joyidan to ko'kraklarda o'rtasigacha bo'lgan sohani hammasini osteoxondrozi tuzlarida mana men bizadagidaqa asalli masajlar bilan ishlab, o'sha olovli bankalar bo'ladimi, olovni o'zini yoqib bo'ladimi, hammasini qizdirib, tuzlarni eritib va bu yoqdan machigonilar ichib tozalab, o'sha joyda qon aylanishini yaxshilash kerak. Bo'lmasa qon boshga bermaydi va qon aylanish boshda buzilib, boshdagi nerv yo'llari ham yopilishi natijasida aynan migren juda katta yomon oqibatlarga olib keladi. Uy sharoitida qanday darajada davolalasizlar bilmayman. O'sha joylariga qizdiruvchi mashqlar, masajlar hammasi kerak va tanada mana qo'l uyushgani singari o'sha a'zodagi boshdan tashqari pastda ko'krak sohadagi a'zolarimiz, yurak, o'pkalar, yana ulardan pastroqqa tushsanglar hammasi aynan shu zat ilishni qismdan va ko'krak sohasini umurtqalar aro disklardan nerv qon tomirlar o'tadi. O'sha joyda ushlar yotibdimi? Demak, tili yo'qki o'sha ichki a'zolarimiz men ham uyushyapman deya olmaydi, qo'lingiz uyushgani singari. Yo boshingiz og'rigani singari ular ham ayta olmaydi. O'shancha kompleks ishlash kerak o'sha sohalarga. Va bachigonilar ichib yurish kerak. Tuz cho'kmalari ko'payganligi uchun ham bu holat sodir bo'lyapti. Bellarda ham og'riq bo'lishi kerak, chunki osteoxondroz faqatgina o'sha zat elishnichasida, ya'ni bo'yin sohadagina bo'lib qolmaydi. Albatta siydik yo'llarini shamollashidan kelib chiqqan bu holat istoshligi, belda ham og'rig'i bor, uni aytmagansizlar. Assalomu alaykum, yoshim 39 da, mana gavzliyman, davolaysizlarmi? 2 lazerni operatsiya udalit qilganman, yana o'sgan, doktorlar udalini matka deydi, sizlarda davosi. Albatta, xudo xolasa kelsangiz, operatsiyaga kirib ketayotgan joyida ham qancha miyoma o'sib ketgan, ana og'ir ahvolda ekan meniki deganlarni ham biznillah ixlos bilan kelganlarni juda ham yaxshi natijali davoladik. Ularni hamma chorasi bizada bor. Unutirmaslikni zuluklar bo'ladimi? Unutirmaslikni o'sha aynan yallig'lanishda tortib beradigan tabletkalarimiz, miyomani o'ziga alohida tabletkalarimiz, unutirmaslikni ishlab va keltirib chiqargan qovuqdan pastdagi, kindikdan pastdagi qovuq sohani hammasini isituvchi, aytayman-ku, siz ichki bachadon ichini qizdirib anaqa muolajasi uchun kelasiz, biza uni keltirib chiqargan sababni davolaymiz. Ya'ni o'sha matka, truba atrofi, siydik pufagi, siydik qopchalarini hammasining bir-biriga shamollashi uzatib yallig'lanish natijasida belingizda og'riqlarni ham aytmagansiz, yo bo'lmasa ko'krak sohangizda ham ozgina qattiqlashish paydo bo'lgan bo'lsa mabodo, o'shalar hammasi bir-biriga istoshnik, mana bularni hammasini keltirib chiqargan sababi bilan kompleks davolaymiz. Faqat matkangiz ichini emas, uni keltirib chiqargan sababigacha davolaymiz biznillah. Ixlos bilan kelsangiz. 5 yoshli qizim ko'zini tez-tez ochib yumayapti, gijadan bo'lishi mumkinmi? Ko'zini tez-tez ochib yumishi u faqatgina gijalarga bog'liq deb o'tirishimiz ham mumkin emas. Ko'rish mumkin, asab tolalari masalan
yuz nervining tolalari tortishib shamollashidan ham bo'lishi mumkin. Ko'zni обеспечить qiladigan shoh qismidagi yallig'lanish. Yo bo'lmasa, o'sha joylarda endi masalan ko'proq burun yo'llarini shamollatib yurgan bo'lsangiz, gaymaroviy bo'shliqlarda yallig'lanish bo'lsa, ulardan ham bo'lishi mumkin. Ko'rmasdan biror narsa deya olmaymiz. Assalomu alaykum. 3 yosh boshli nerv shamollaganda nima tavsiya berasiz? Qon suyultirish uchun nima? Qon suyultirish uchun beradigan narsalardan mayli bir patancha, mayli hammanglar ham anaqa qilinglar, nima deydi, ruchka daftar olib yozib olinglar xohlasanglar. Qon suyultiruvchilarni anaqalarni aytaman. 3 boshli nerv shamollashida asosan mana shu 3 boshli nervning chiqish tochkasi bor quloqning oldidan. Ana o'sha joydan boshlab isituvchi kompresslar bo'ladimi? Masalan, qalampir munchoq yog'lari bo'ladimi? Ramashka yog'lari bo'ladimi? Surib, massaj qilib, aynan tochkalarni ochish kerak. Quloqdagi yallig'lanishni yo'qotishingiz kerak. Bunga sabab bo'lgan mana shu zonadagi tuz yig'ilmalari bo'ladimi? Sovuqlikdan kelib chiqqan o'sha nerv yo'llarini tuz bosib, yo bo'lmasa shamollash nazlalar hammasi qotishi natijasida paydo bo'lgan anaqalarni hammasini bartaraf. Kim ochyapti yana? Anaqalarni nima qilib qo'yinglar. Mikrofonlarni o'chirib. Xullas, buni keltirib chiqargan sababini bilan qo'shib davolash kerak. Hozir sizlarga nimani yozdiraman deyotdim. Bir talay qilib hozir. Nimada gipertonik, ya'ni anaqani qonni suyultiradiganlarga bemalol yozib olinglar. Shiponik bilan boshlaylik mayli. Shiponik bo'ladimi? Undan tashqari mana bu qonni suyultiruvchilardan Barbaris eng zo'r zirk bilasizlar hammanglar. Ana undan keyin Bayarishnik, Pustirnik, Valeriana ildizlari, adovanchiklar bo'ladimi? Eng zo'r, hatto mana bu insultdan keyingi holatlargacha qon aylanishini yaxshilab, qonni tozalab beradiganlarga kiradi. Bularni hammasi hozir men sizlarga bitta joyda ko'ruvdim-da, sizlarga anaqa qilib yozdiraman dedim. Hammasi ham qonni suyultiruvchilar. Eng zo'rlaridan mana oddiy o'zimiz qiladigan lavlagini o'zini olsanglar, qizil sabzini o'zini sharbatini olsanglar, yo bo'lmasa davlinglar oshib ketganda limon suvidaqa yordam beradigan narsani o'zi yo'q. Qon bosimida oshganda yo bo'lmasa qon tomirlarini tozalashda qo'llaniladigan narsalar 400 gram chilonjiyda 400 gram nok, 100 gram arpa badyon mevasiga 200 gram shakar aralashtirib qaynatilsa, qiyom ko'rinishiga kiradi. Ushbu qiyomdan kuniga 30 gramdan iste'mol qilsa, bemorning qon bosimi pasayib, bosh og'rig'idan forig' bo'ladi. Qon bosimi bor odam toza asaldan iste'mol qilib tursa, u qon tarkibidagi ortiqcha suvni o'ziga shimadi. Natijada qon bosimi ma'lum darajada pasayadi. Shu bilan birga toza asal a'zolarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, asabni tinchlantiradi. Qon bosimi xastaligida shuningdek shotut va uning sharbati, apelsin, limon, lavlagi sharbati, kiyigut damlamasi, do'lana, anorning qizil, oqdana navlari iste'mol qilish juda ham zo'r natija beradi. Shivit o'zimizda oddiy ukropning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama ham ovqatni yengil hazm bo'lishiga yordam beradi. Ham yurak faoliyatini yaxshilab, qon tomirini kengaytiradi, qon bosimini pasaytiradi. Qatiq zardobiga shivitni maydalab aralashtirib ichilsa, asabni tinchlantirib, qon bosimining pasayishiga yordam beradi. Turshak o'zimizda har doimgidek sevimli o'rigimiz, har xil turlari bor, ularni ham bilasizlar. Bularning hammasining kompoti qon bosimini ma'lum darajada tushiribgina qolmay, balki yurakka quvvat berib, oshqozon ichak faoliyatini yaxshilaydi. Qabziyatdan ham birato'la xalos bo'lasizlar. O'zi aslida qon bosimini qabziyat ko'proq keltirib chiqaradi. Tiqilma ovqatlar yeymiz, qattiq ovqatlar yeymiz, hazm bo'lmasdan oshqozon bechoraning kuchi yetmaydi. U ichaklarga vopshi qotib qolib, umuman ichakda hazm yo'q, qabziyatdamiz. Ming bo'ladi ichganinglar bilan, hatto shularning o'zi ta'sir qilmaydi, ichakda eski kakalar, eski axlatlar qotib yotsa. Tasavvur qilinglar, bizda nimamiz, kosada ovqatimiz achib qotib qolgan. Eskirib ketgan ovqatimiz yotib tipanglab, ustiga ovqat solishga harakat qilamiz. Qatdan ichimizdagi shuncha sassiq ovqat turibdi-dagin hazm bo'lish kerak.
O'shaning uchun biza tozalov deymiz doim. Bir martaga qabziyat bo'ldinglarmi, tozalov qilish kerak. O'sha qabziyatni keltirib chiqargan sabab, masalan, o't qopidagi safro oqmay turibdimi, uni ham ochib yuborish kerak. Birovga pul sarflaysizlar, birovdan anaqa bo'ldi, unisi kerak emas, menga ketasizlar. Keyin yana bir pasdan keyin yana patologiya qaytalanadi. Voy, bahor shifoga boruvdim, davolana olmabman, sababini qila olmabman, ana nima deydi, yana qaytalandim, boshqa joyga boraman. Yo'q, odam tanani tozaladimi, birinchi sabr bilan qilinadigan hammasi etib-metib. Birinchi ichak tozalov qilamiz. Ichaklar chinnichiroqda yuvilib, odam shundoq qop-qorayib churkab kelishsa, bizada bir pasda ranglar ochirib, shunaqa chiroyli bo'lib qolishadi-da. Ana undan keyin etaplari bor o'zining. Jigar tozalov bor. O't qopi bilan ochib, detoks qilib biza anaqa qilamiz. Nima deydi, o'sha muolajalar, issiq grilkalar bilan, orqa umurtqalar bilan ochib, zindalar bilan ishlab, safroni oqib yo'lini tozalab, jigarni toksindan tozalaymiz. Ana undan keyin hazm sistemangiz, metabolizm zo'r bo'ladigan ahvolda oshqozon osti bezi o't qopi zo'r ishlab turibdimi? Ana undan keyin siz hech qachon kasal qaytalanib bo'lmaysiz. Normada 3dan 1ga ovqatlanib, doimiy yana ana nafsimizni tiymasdan ovqat yeb tashlamayversak, bizga kelganlar o'zi haqiqatdan ham o'zi sunnatga muvofiq ovqatlanishga, sunnatga muvofiq anaqa yashashga kirib qolishadi. Juda ko'pchilik minnatdor bo'ladiki, Gulbahor opa butun oilamiz bilan haqiqatdan ham sunnatga kirgizib qo'ydiz. Shunaqa foydali giyohlarda Allohning bergan ne'matlarini bir-biri bilan aralashtirmagan holda va oshqozoni 3dan 1ga nafsimizni tiygan holda ovqatlangan miya zo'r ishlaydi, doim tiniqib uxlaydi. Tiniqib uxlagan tana ertalab bomdodda mazza qilib uyg'onadi, keyin fizkultura qilib, C energiya aylanadigan qilib, mazza qilib eski qabziyatlardan qutuladi. Kecha tana ishlayaptimi, ertalab albatta ichis keladi. Yo'g'on ichak tozalandimi? Keyin bomdodingizni o'qidingiz, keyiniga sport qildingiz, bir pasdagi shunaqa zo'r oshqozonda ovqat tortadi, ovqat hazm, ovqat tana miyaga signal beradi, ovqat berdi. O'sha payti oshqozon osti bezimiz ham, o't qopimiz ham 3dan 1ga aralash-quralash qilmasdan zo'r ertalabki o'sha shirchoylarimiz bo'ladimi? Sariyog'qa masalan kepakli yo bo'lmasa arpa uniga, noniga men sariyog' botirib yeyman. Oddiy damashniy o'zimizni sigir sariyog'i. O'shalar jilchigonli xususiyati bor. Yog' kirdimi, o't qopidan men parchalab beraman deydidagin. Safro zardobimiz oqdimi, ana o'sha normada hammasini ishlash tizimini yo'lga qo'yish uchun oshqozonimiz kattaligini doimo qo'limizni kafti bilan o'lchab olishimiz kerak. Qo'limizni kafti qancha, xuddi shunaqa ovqat berib o'rgating. Shunda tiniqib yurasiz. Yoshday bo'lib tiqilmasiz, mazza qilib shunaqa yengil tanada yurasiz. Na oyog'ingizda og'riq bo'lmaydi, na ichaklaringiz qotmaydi, na boshingizga davlina bermaydi. Tana shunaqa yengil qushday uchib yurasiz. Fikrlashingiz ham tiniq, yashashingiz ham sof. Vaqtida ibodatlaringiz, vaqtida hamma yeyish-ichishingiz, hamma kulgi terapiya kelaveradi, xursandchilik kelaveradi, hech qanaqa qaqshash, og'riqlar bo'lmaydi, tana yengil va sunnatga muvofiq yashab yurgan bo'lasiz. Mana bu sog'lom tanada, sog'lom aqlga olib keladigan va olim ulamolar o'zimizdan tug'ilib, o'zimiz ham olimi ulamo bo'lib, mana nima deydi, o'zimizdan iz qoldirish nima? Kitob iz qoladimi? Eng zo'r tarbiyalagan farzandingiz qoladimi? O'zingizdan ilm berib, ilm olib, ilm beryapsiz. Voy deb eslanib yuradigan, haqqingizga duo qiladigan, yashagan hayotingizda mazmun qoldirib ketsangiz, mana buning uchun miyangiz ochiladi mana shu narsadan. Premo efirga tashlab bering. Yo'q, tashlab bermayman deb va'da berdim. Zapis ketyapti, lekin tashlab bermayman. Nimaga deganda, biza shuncha vaqtimizni ketkazib, xalqimizga foyda bo'lsin, shunchalar ilmlarimizni Alloh yo'lida beraylik, shu xalqimiz tabobatni tarqatsin. Oddiy uyda turgan birgina narsa, antibiotik ko'z oldimizda turibdi, piyoz chesnaklarimizda, bittada ham burundan qo'yib, quloqdan tomizib, yog'lar bilan aralashtirib, o'zimiz yeb tashlasak, eng kuchli virusga ham kuchi yetadigan qalampir munchoqlarimiz bor, arpa badiyonlarimiz bor, ramashkalarimiz bor. Shunchalar antibiotikning manaman deganini sindirib yuboradigan yo uyaltirib qo'yadigan shuncha shifobaxsh giyohlarimiz borda, buni targ'ib qilinglar, tarqatinglar, yo bo'lmasa hamma butun tana bolalarimiz sog'lom ulg'aysin, zaharlanib qolmasin. Bu yahudiylarning ishi, bu yahudiylarning biznesi. Ming marta aytdim, hech kim davom ettirmadi, yo bo'lmasa qo'llab-quvvatlamadi. Hech kim kelinglar,
mana bitta priyomay efir bo'lyapti, biza uchun xizmat qilyapti shu hozir tabiblar yo tabibalar, kelinglar mana shuni tarqataylik. Alloh yo'lida 10 minglab bo'lib ketsin bu kanal, 100 minglab bo'lib ketsin. Biz ham u dunyomizga saodat yig'aylik, biz ham tarqataylik degan insonlar, mardlar bo'lmadi. Menga ham qizig'i qolmagan, o'shani joninglar sog' bo'lsin. Mana hozirgi vaqtida ketkazganlardan Alloh rozi bo'lsin. O'shalarning kim mabodo boshqa joyga pereslab qilmayman degani bo'lsa, mana qatnashganlargagina tashlab beraman. Qatnashganlarni mana o'zi ko'rib oldim. Qatnashmaganlarga tashlab berilmaydi, chunki nimaga deganda biza vaqtimizni ketkazyapmizmi? Sizlar ham bu yo'lda xizmat qilsanglargina har yakshanba kuni men erinmayman dars qilib berishgan sizlardan. Bilganimizni bersak o'zimga yig'iladi u savob. O'zimni Alloh roziligi uchun qilaman, nimani qilsam. Birovga minnat uchun qilmayman, yo birovga anaqa uchun qilmayman. Aytayotganim, sizlar xizmat qilmayapsizlarmi? Bizda motivatsiya shatta o'yladi. Biz ham to'g'risini aytamiz. Demak, xalqimizga qizig'i yo'q bu narsalarda. Oddiy 15-20 mingga, 30 ming, 50 mingga davolanish kerak bo'lgan joyda bechara bolajonlarni immunitetini o'ldirib, qaqshatib, doktorlarga topshirib, antibiotiklarni buqtirib berib, tana qaytib, lanj bo'lib o'ziga kelmaydigan zaharlanish davom etib, bolajon qaytib o'ziga kelmayapti. Sizlarga shu kayf bag'ishlasa, bemalol tabobatga xizmat qilmasdan o'sha ana ularni biznesini gullab yashnataveringlar. Menga farqi yo'q, rosa qattiqroq gapirib yuboradigan bo'lganman. Alloh kechirsin, iltimos kechiringlar. Oyoqni paylari qattiq lat yegan, nima maslahat berasiz? Bunaqa paytda bilasizlar, tuxumni sarig'ini bog'lang, keyin spirt surib qo'ying. Lat yeganda og'riq qoldiruvchilardan Diviasil sabilniklar bersangiz bo'ladi. Priyomay efir tashlab bermayman dedim. 4,5 yoshli qizim orqa kuragidagi terisini kattayicha oqarib qolgan. Mana shuni savollarga boshida javob berdim. Gijjadan bu narsa tana zaharlanib ketgan. Hozir yana tashlab qo'yaman qon qanaqa zaharlanishini. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat asalarim. Savollar qatnashganlarga rahmat. Qatnashganlar, demak, bu sohani sevganlar, bu sohani hurmat qilganlar, tabiblarni hurmat qilganlar qatnashdi. Qatnashmaganlar uchun jon kuydirishimiz shart emas biza ham. Assalomu alaykum Gulbuxrupa. Erkak 60, sahrlari bor, kreatin ko'payib ketdi, nima maslahat berasiz? Sahrlari bu kreatinni oshiradigan narsa, sidik yupaklari bilan, buyrak usti bezlari bilan birgalikda ana sahr bor odamlarda bilasizlar, buyrak atkaz beradi. O'shaning uchun ko'rmasdan biror narsa deya olmaymiz. Shishlar bo'lsa agar hammasi jigar bilan birgalikda hammasini keltirib chiqargan sababini avvalo ko'rib davolasak bo'ladi. O'zingizlar ko'rganinglarda nimadan qiynalib yurganinglarni ko'rib, subhanalloh oldiroq kelsak bo'lmasmidi deb hayron qolasizlar. Kelishinglarni tavsiya berardim, chunki og'irroq kasallarni onlayn hech narsa deya olmayman. Bo'lmasa tarpida olib ichiraveringlar. Tarpida juda ham yaxshi ishlayapti. Tana harorati ko'tarilganda hushimdan ketdim. Oz vaqtdan keyin o'zimga keldim. Davlina 80 ga olmish tushib qoldi 2-3 marta. Mana shu holda aytdim, A vitaminasiga olib kelgan, qonimizdan oziqlanadigan trombositlar miqdorini parchalab yotib, kamaytirayotgan. Men bu Nikator amerikanskiy bo'ladimi, gangilinoma bo'ladimi, shunaqangi qondan oziqlanadigan gijja turlari bor. O'shalarni bartaraf qilish kerak. Avvalo tozalab qilmasangiz bar foydasi yo'q, biror narsa aytganim bilan. Assalomu alaykum. Surunkali sistit bor menda, buyrakda pielonefrit, tuxumdonda, bachadonda yallig'lanish bor. Piyoz suvi ichdim, 2 mahal dala choy ichib yuribman, sal yaxshilandi, yana qaytalanib qolaveradi. Kompleks davo chorasiga faqat ichib yurganingiz foyda bermaydi. Isituvchilar o'sha sohani, buyrakni ta'minotini beradigan bel sohadagi osteoxondrozlaringiz bo'ladimi, hammasini birato'la isituvchi giyohli vannalar bilan davolash kerak, asalli massajlar qilish kerak, parafin terapiyalar qilinish kerak. Biz shunaqangi limfa drenajlarini ochib, gidromassajlar anaqalarda ham nima qilyapmiz. Kedroviy bochkalarda ham juda kuchli ishlayapmiz. O'shaning uchun hamma kompleks davo choralarini birato'la qilmasangiz, baribir yana qaytalanaveradi. Makka popiga siydiruvchilarga kiradi, bulardan foydalaning. Yana sharh tabobatidan ozgina beraman, mayli buyrakka ham. No'xatni esa bir choynakka damlab muntazam ichib yursa, buyrak va
qovoqda paydo bo'lgan tuz paydo bo'lganmi, tosh paydo bo'lganmi bularni ham tushiradi. Ham deganda yallig'lanishlar ham suradi. Sarimsoqni pishirib, turp urug'i bilan birga iste'mol qilinsa, buyrak toshining tushishiga ham yordam beradi. 100 gram tomirli barra petrushka va 1 dona kattaroq selderini tomirini maydalab to'g'rab, 100 gram asal bilan qorib, 1 litr suv qo'shiladi. So'ngra past olovda qaynaguncha aralashtiradi. So'ng 3 kun tindirib qo'yamiz. Keyin 1 litr suv qo'shib qaynatamiz va sovutmasdan turib dokadan suzamiz. Tayyor bo'lgan ichimlik 3 osh qoshiqdan ovqatdan oldin har kuni ichib turilsa, buyrakdagi qumlar ham, yallig'lanish ham hammasi bartaraf bo'ladi. Ibn Sino ko'proq gulxayri ildizidan, bargi va urug'idan damlama tayyorlab, buyrak xastaliklarida juda ham ko'p natija erishganlar. Sporishlar juda ham zo'r, Makka popiga zo'r. Yana anaqalardan buyrak siydik yo'llariga zo'r ta'sir qiladigandan ukrop bo'ladimi, petrushka bo'ladimi, zira bo'ladimi, hammasini birgalikda, hatto turplar bo'ladimi, yovvoyi sabzi urug'lari bo'ladimi, bular hammasi ham tuzlarni eritadi, ham toshlarni ketkazadi, ham yallig'lanishni bartaraf etadi va faqat giyoh ichib qolmasdan o'sha joylarga vannalar, issiq dumba yog'lar surib tashlash hammasi sizlarga tavsiya bergan bo'lardim. 1 soatimiz tugadi. Shuncha darsga rozi bo'lasizlar. Yana xudo xolasa, sizlar agar uzoqroq tarqatib, odam sonini ko'paytirib, ana har yakshanba qiling, mana biz tayyormiz. Shuncha mana 100 ta odamim keladi, mana 50 ta odamim keladi, mana 30 ta, 20 ta odamim kiradi va sizni eshitadi. Dars bering Gulbahor opa desanglar, men bilimimni Alloh roziligi uchun sizlarga berishda davom etaman. Uy sharoitida ham bemalol davolanasizlar. O'zingizlarga tabib bo'lib ketasizlar. Lekin sizlar jiddiy jahd qilmagan joyda men ham hech narsa deya olmayman. To'g'risini aytaman, xalq yordam beradi. Xalq bittada motivatsiya o'ldirib, nima deydi, jim turasanmi qizim? Bittada motivatsiyani o'ldirib, hali qachonda bir kuni nimadir bo'ldi, shu darajada tabib bo'lganimga pushaymon bo'lib ketdim. Ishonsanglar, bir kishining bitta gapi bilanda, xuddi shunday o'ldiruvchi ham xalq, tabibni qo'llab-quvvatlovchi ham xalqda. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar, biz ayamaymiz bilimimizni. Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Gaymaretlarga aytdim, cho'pchamiz bor. 8 millionlik operatsiyadan sizni asrab qoladigan. Bahor shifoga murojaat qilsanglar, hamma kasallikka hamma giyoh retseptlari bor, eng zo'rlari, eng effektivlari. Birortasi ta'sir qilmadi desanglar, bemalol shikoyatinglar bo'lsa yozaveringlar. Agar vaqtida jiddiy jahd bilan qilgan odamga natija dahshat bo'lgan, hali birorta narsamiz ishlamadi degan odamni biz ko'rganimiz yo'q. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Yana yakshanba kunlarda davom etaversanglar, odam ko'payib, odam qo'shib, sizlar jiddiy jahd qilsanglar, men inshaalloh Alloh roziligi uchun beraveraman. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar, yaxshi dam olinglar, sollarim. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Qattiqroq gapirganlarimga ham Alloh kechirsa rozi bo'linglar.